Assalomu alaykum, Kaychaftikaga obunachilari. E'tiborlar markazida Mercedes-Benz E300 AMG Line paketidagi mashinamiz sotuvda mavjud. Ushbu mashinamizni ishlab chiqarganda 2025-yil 6-oy hisoblanadi. Bosib o'tgan masofasi 840 km tashkil qiladi. Kraskasi absolyutno top-toza mashina, toza nemis so'zi. Xo'p, ushbu mashinamizda formatik tortish tizim, to'rtta balonni ham birgalikda harakatlandi hamda Euro 19 razmerdagi AMG diskalarda bagaj sig'imi ham juda ham katta, ko'rishingiz mumkin. Toza biznes klass uchun juda ham yaxshi variantda mashinamizda hamda oldi опорный тормозной sistemasi buni perforatsionniy опорный diska bo'ladi. Kapotdagida 2 litrli turbo motor, umumiy hisobda 250 tortishi mavjud. Rasodda keladigan bo'lsa, 100 km-ga atigi 9 litr tashkil qiladi. Mashinamizda 4 ta eshik beskul do'si, 360 gradus kamera, datchikli poyzona hamda mana bu ruchkasi раздвижной hisoblanadi. Xo'p, salon qismidan boshlab o'tib ketaman. Mashinamizda bu Artikoza hisoblanadi. Qora bilan mandarinli rangdagi kombinatsiyada hamda xromli vstavkalar bilan jihozlangan mashinamizda mana bu joylari Super Screen monitor hisoblanadi. Undan tashqari Blackbig yog'ochli vstavkasi bilan jihozlangan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, o'tirgan paytingizda sizlarni mana bunaqa AMG multimedia rul hamda head-up display, распознавание дорожных знаков, undan tashqari ko'pgina yana funksiyalari bor. Audio sistemasi ushbu mashinamizning Burmeister hisoblanadi, ko'rishingiz mumkin, hamda tomlari panoramali hisoblanadi. Orqa sideniyasiga ham ko'rsatib o'tib ketaman. Juda ham ideal holatdagi hamda o'zining alohida sideniya podogrevlarigacha ham bor, podlokotnik. Hech qanaqa pitno yoki charapinasi yo'q mashinamizda, ko'rishingiz mumkin. Tomlarigacha ham oddiy bu tekstil qora variantdan bo'ladi. Mashinamizning birdan shu joyda narxni aytib o'tib ketaman. Sib Toshkent narxi 63 ming dollarga qilib beramiz. Agar kimga qiziq bo'lsa aloqa qilib ko'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuninglar xayr o'tsin.